Diqqat obunachilar, sizlarning e'tiboringizga men Bedrock Neho nomli Minecraft kanalini tavsiya berib o'tmoqchiman. Bu kanalda har xil virus, ya'ni har xil zombi apokalipsis va Bedrock challenge'lar, 43-qishloq voqealari va har xil shorts challenge'lar yuklab boriladi. Ya'ni bu o'zimning ikkinchi kanalim. Tezda bu kanalga o'tamiz va birinchi 1K, mayli 1K bo'lmasa ham 500 ta obunachini yig'ishga yordam berib o'ringlar, jigarlar. E'tiboringlar uchun rahmat. Kimga shunaqa reklama xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Video boshida sizlarga bir narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Ushbu kanalda reklama va hamkorlik xizmatlari mavjud. Servisingizni yoki kanalingizni reklama qilib beramiz. Qiziqqanlar bemalol kommentariyadagi yoki opisiyaniyadagi silkadan o'tib, narxlar bilan tanishib chiqishlari mumkin. Salom, ismim Suhrob va bu uyni men anchadan beri bilaman. Ya'ni ismini taniganimdan beri. Men bu yerga do'stlarim bilan ko'p kelib turardim. Biz shunchaki kelmasdik, bu yerda ichkarida ichardik yoki chekardik. Bu sog'liq uchun zararligini bilsak ham, shunchaki bo'sh vaqtimiz ko'pligidan nima qilishni bilmardik. Va men bir kuni devorda yirtilgan rasmlarga duch kelib qoldim. Yana bu yerda tirnab yozilgan yuzlar ham bordi. Ba'zi kulgan, ba'zi xafa, ba'zi jahli chiqqan, ba'zisi esa shunchaki qo'rqinchli edi. Men juda ham qo'rqib ketdim, chunki ularning hammasi meni ko'zimga qarab turgandek tuyulardi. Ular bir-biri bilan suhbatlashayotgandek menga tuyula boshladi oxirgi paytlar. Bir narsani o'ylab qoldim, balki ular boshqa olamdan bu yerga kelib qolishgandir, lekin bu bo'lishi mumkin emas gap edi. Birinchi marta bu yuzlarni ko'rganimda men hayratda qoldim va ularni shunchaki kuzata boshladim. Va ular xuddi menga qarab baqirishayotgandek tuyulardi. Men juda hayron qolardim va bir narsani esladim. Bu yerdagi, ya'ni bu mahalladagi kattalar doim ogohlantirishardi. Kechqurun bu uyga borish juda ham xavfli, chunki ba'zi bir aqlga sig'mas voqealar sodir bo'lishi mumkin edi. Bu narsaga men ko'pincha ishonmasdim, chunki ba'zida o'ylardimki bu kattalarning o'yinlari deb. Va men doim bu yerga kirib, har doim nima bo'lishini va yuzlar qayerdan kelganini bilishga doim qiziqardim. Va bu yer haqida bitta qo'rqinchli hikoya bor. Ya'ni ko'cha haqida. Ko'chaning nomi Shirinlik ko'chasi. Bu ko'cha yangi qurilganda yangi uylar bilan birga edi. Ya'ni bu uylardagi insonlar bir-birlarini hurmat qilishar va bir-birlariga doim yordam berib yurishardi. Ammo bir kuni Halloween tunida bolalar ota-onasini aytganini qilmasdan va kattalarning gapiga kirmasdan bu uyga borishdi va ularga bir narsa sodir bo'ldi. Va shundan so'ng bu yerni politsiyachilar kelishdi va hech qaysi bolaning jasadini topisha olmadi. Shunchaki shirinlik qog'ozlari va juda ham ko'p qon edi. Politsiyachilar qancha urinishsa ham bu yerdan hattoki bir dona izni ham topisha olmadi. Bu esa juda ham hayratlanarli. Ammo bu yerga hech qaysi bolaga borishga ruxsat berilmadi, chunki bu voqeadan so'ng mahalliy aholi bu yerda yig'i ovozlarini eshitishgan. Va meni eng hayratga solgan narsa shuki, nimaga bu yer Shirinlik ko'chasi deb nomlangan va nimaga aynan o'sha turdagi shirinliklar yotardi oyoq ostida. Men shunchaki tasavvur qilishga ham qo'rqaman bolalarning ota-onalariga nima bo'lganini. Chunki bolalar hattoki xayrlashmasdan uylaridan chiqib ketishgan va ularning ota-onalari qanchalik pushaymon bo'lishgan. Bu uyda faqat bo'sh qabrdan boshqa hech nimalar yo'q edi. Bolalarga qanaqa voqea sodir bo'lganidan qat'iy nazar, ya'ni ular yo'q bo'lib qolishlaridan qat'iy nazar, menimcha bu seriyali qotil. Bu faqat Halloween tunida chiqadi va bu qo'rqinchli. Yelkamga qo'l tegishi bilan men juda ham qo'rqib ketdim, ammo keyin tinchlandim. Bu mening do'stim Abdurahmon edi. Biz u bilan bolalikdan yaqin do'st edik, hattoki bog'chada, maktabda, kollejda ham birga o'qigandik va birga
doimo birga yurardik. U meni xuddi akamdek bilib qolgandi. Ichimda qo'rquv bo'lsa-da, Abdurahmonga "Qara, bu qanaqa kulgili yuzlar" deb aytganimda, men juda ham qo'rqib ketdim. Ammo Abdurahmon bir gapni aytdi. "Qanaqa yuzlar? Sen menimcha ko'p ichib yuboribsan. Qo'y, undan ko'ra ta'tilni davom ettiraylik. Bunaqa narsalarga boshingni qotirma" deb menga aytdi va men juda ham shubhalanib qoldim. Shunda u yana bir narsani so'radi. "Bu yerga kelishdan oldin bir nima chekib olmagandingmi?" deb kuldi va shunda bir tutundan hidladik. Meni qo'lim esa darrov qaltiray boshladi va har bir barmoqlarimning qaytgan joylarida shishlar va qontalash narsa paydo bo'ldi. Va birdaniga u joylar portillab, hamma joy qon bo'lib ketdi. Mening yuzim, hattoki devorlar ham. Shunda Abdurahmon sigaretini uyda qoldirganini va qarzga berib turishimni so'radi. Shunda men hazil aralash undan so'radim. "Nima, Abdurahmon, senda doim sigaret turadi, hattoki bizga qarzga berib turasan. Bu aldamasangchi, o'zingda ko'p bo'ladi-ku" dedim. U esa menga qarab turardi. Men esa nima qilishni bilmadim va shu oxirgisi, "Senga faqat bitta beraman" deb cho'ntagimni kovlab ikkita sigaret oldim. Bittasi Abdurahmonga, bittasi menga edi. Abdurahmon sigaretni og'ziga qo'ydi va menga bir nimalar dedi, ammo tushunmadim. Shundan so'ng qo'lini tepaga ko'tarib oldi va men "Bilasanmi, jinnisan Abdurahmon" deb aytdim. Bizdan tashqari yana ikki do'stimiz bor edi, Xonjon va ikkinchi do'stimning nomi uncha yodimda yo'q. Va ular ham ichib turishgandi, biroz chipslar va arzon pivo ichib turishgandi. Shundan so'ng Abdurahmon suhrob devorda qanaqangidir yuzlarni ko'ribdi deb meni mazax qila boshladi va shunda ikkinchi do'stim ham kula boshladi, ammo Xonjon kulmadi va aytdi, "Men ham ularni ko'rgandim." Shunda Abdurahmon o'rnidan turdi-da, "Mana devorga qaranglar, bu yerda hech qanaqangi chizilgan narsalar yo'q. Sizlar shunchaki ahmoq bo'lib qolibsizlar, yoki ko'p chekib yuborgansiz, yoki bu arzon pivoning natijasi" deb aytdi. Shunda u yana bir bor chekdi. Men esa unga gapirdim va devorga qaraganimda yana o'sha yuzlarni ko'rdim. Ular bu safar shunchaki dahshatli tasvirlangandi. Quyosh botdi va atrof juda ham go'zallashdi. Hozir kuz bo'lgani sababli barglar biroz to'kilgan va ba'zilari shunchaki chirib daraxtda qolib ketgan. Bu esa shunaqangi bir manzarani keltirib chiqarardiki, ona tabiat eng zo'r rasmlarni chizadi deb aytilardi. Ya'ni aytilishi mumkin edi. Ammo bu narsa faqat tashqarida edi. Ichkarida esa jimjitlik bosgandi. Shunda ichkaridagi jimjitlik yanada bizni tashvishga sola boshladi va shunchaki ketishimiz mumkin edi va Xonjon "Qani ketdik, kech bo'ldi" dedi. Biz esa hammamiz rozi bo'lib eshikka bordik, ya'ni bosh eshikka, birinchi bo'lib kirgan joyimizga. Ammo koridorni endi tugatay deganimizda boyagi yuzlar qaytadan chizila boshladi. Bu safar yanada balandroq va ko'proq chizila boshladi. Do'stim Jamshid so'kinib yubordi va men ham qolishmasdim. Chunki biz juda ham qo'rqib ketgan edik. Ovozlar juda ham baland chiqardi. Biz hammamiz quloqlarimizni yopib olgandik toki hamma joyga zulmat cho'kmaguncha. Shunda ortimizdan nimadir qo'rqinchli ovoz eshitildi va hamma joyga oq parchalar tarqalib ketdi. Shunda qorong'udan 4 bola paydo bo'ldi. Ular shunchaki bizning yoshimizda edi. Qolgan 3tasini tanimadim, ammo qiz bolani tanidim. Uning ismi Saodat edi va ular har birimizning to'g'rimizda o'tirib olgan va faqatgina bir narsani ko'rsatishardi. Jim bo'lishimizni aytib, barmoqlarini lablarimning ustiga qo'yib olishgandi. Va ulardan biri aytdiki, "U sizlarni ko'rib turibdi. Shunchaki ovoz chiqarmang va iloji boricha sekinroq nafas olinglar" dedi. Shunda men qaraganimda bu bolaning bo'yni shunchaki 3dan 1 qismi yo'q edi va Saodatning esa ko'zlari jigarrang bo'lib ketgan va gapirganida shunchaki
eshitilishi qiyin darajada zo'rg'a gapirardi va oxirgi bolaning peshonasidan haligacha qon oqayotgandi. Men ko'zlarimda yosh bilan bir narsani esladim. Bir narsani emas, hammasini esladim. Menga aytilgan hikoyalar, yo'qolgan bolalar va bularning hammasi rost ekanini juda kech bilib qoldim. Ko'zlarimda yosh bilan gapirishga qiynalardim va shunchaki tomog'imni qoqib qo'yishga ham juda ham qo'rqardim. Ular bizga yaqinroq kelishdi va Saodat bir bolaning peshonasidagi qonni oldida bizga ham surtib chiqdi. Men peshonamda juda ham og'ir suyuqlikni his qildim va Saodat aytdiki, tinchlan, yig'lama. Bu hammasi yaxshi. U sizlarni qon surtilganingizda sezmaydi. U isqirt sizlarni, ya'ni yoshlarni juda ham yaxshi ko'radi va bu uydan uzoq yurish kerak edi deb aytdi. Men zo'rg'a nafas olardim. Shunda tomog'i kesilib ketgan bola mening yaqinimga keldi va pichirlab gapirdi. Qachonki uni ko'rganingizda umuman ko'ziga qaramang, qachonki baland ovoz eshitganingizda dedi. Uning pichirlab gapirishiga asosiy sabab bor edi. Uning bo'yinda hech qanaqa ovoz naychalari qolmagandi. Shunda bir bola, biz bu yerda ko'pdan beri turibmiz va uyga ketishimiz kerak dedi va osmonga ko'rsatdi. Bu uyni yoqib yuborishingiz kerak. Bu yerdan tezda ketib, hammasini yo'q qilib tashlab, iloji boricha hech nima qoldirmasligingiz kerak deb aytdi. Shunda bir bola yo'tala boshladi. Juda ham qattiq yo'tala boshladi. Uning do'sti esa yelkasiga urib, tinchlan, hammasi o'tib ketadi deb aytdi. Va ular bizga aytishdiki, men va'da beraman. Sizlarga hech nima bo'lmaydi. Shunchaki biz bu yerda qolib ketganmiz. Bizni qutqarishning faqat yagona yo'li bor. Men sizlarga yordam beraman. Faqat sizlar bu yerdan chiqib ketganingizdan so'ng bizga ham yordam berishingiz kerak. Ya'ni bu la'natlangan uyni yo'q qilib bizga yordam berasizlar va biz bemalol uyimizga qayta olamiz deb aytishdi. Shunda qiz juda ham qattiq yo'tala boshladi. Shunda qiz eshikning ostida qolib ketganini, bu bola esa uni devor bosib qo'yganini va uning cho'ntagida pichoq borligini aytdi. Va tomog'i kesilib ketgan bola esa shunchaki tom ostida qolib ketgan va uning bo'ynini uyning egasi kesib tashlagan va bu hali ham o'sha yerda edi. Va bu bolaning esa bu bola shunchaki uyning ostida qolib ketgan va uning peshonasini yorgan va bu shunchaki og'riqli ekanligini aytdi. Men esa shunchaki hayron qolib ko'zlarimda yosh bilan ularga rahmim kelib turardi. Ularga juda ham ko'p rahmim kelardi va shunda dahshatli ovoz eshitildi. Shunda qadam tovushlari eshitila boshladi. Ular tobora bizga yaqinlashib kelayotgandi. Ularning hammalari nimani eshitishinglardan qat'iy nazar hech qachon ko'zlaringni ochmanglar dedi va harakatlanmanglar dedi. Shunda orqa eshik taqilladi va men juda ham qo'rqib ketgandim. Hammamiz ko'zimizni juda ham qattiq yopib olgandik. Uy egasi esa shunaqangi kuldiki, yuragim joyidan chiqib ketay degandi. Shunda ular nimagadir ko'zlarini ochib olishdi. Men esa atrofimdan sinib ketgan va kesilib ketgan ovozlarni qayta eshitardim. Shunda qiz baqirib yubordi va uning suvda cho'kayotganligini ovozi eshitilib jimib qoldi. Shundan so'ng metal suyakka tegib sinib ketgan ovoz eshitildi. Biz juda ham qo'rqib ketardik va ko'zlarimni yanada qattiq yumib olib, hattoki yutinishga ham zo'rg'a yutinardim. Shunda xuddi yordam beringlar degandagi ovoz chiqdi va uy egasi bizga baqirdi. Shundan so'ng hamma joy jimjitlikka cho'mdi. Biz 1-2 daqiqa ko'zimizni ochmadik va so'ngra ko'zimizni ochganimizda hech nima yo'q edi. Hattoki devordagi rasmlar, ya'ni yuz rasmlari ham o'zidan o'zi yo'q bo'lib qolgandi. Bu shuni anglatardiki, uy egasi kelishini bilgan rasmlar devorda ko'rinish berardi. Shundan so'ng men tun yarmida uyg'onib ketdim va hammasini esladim.
bir narsani angladimki, har tunda u yerda bo'lgan bolalarga ular ko'rinishardi va hammasini tushuntirishardi. Ertasi kuni u yerda tadqiqotchilar har bir bolaning jasadini bolalarning ruhi aytgan joydan topishdi. Hammasi bir xil joyda edi. Ularni dafn qilib bo'lishganidan so'ng bu yerga bir ruhoniy keldi va shunchaki gazni qo'yib, qanaqadir duolar aytib, yoqib yubordi va uy shunaqangi yonardiki, hattoki bu yerdan chirigan go'shtning ham hidi kelardi. Biz buni oxirgi bo'lagi yonib ketgunigacha kuzatib turdik va mana bu Shirinlik ko'chasidagi oxirgi uy ham yo'q bo'lib ketdi.